Yaqin kelajakda Toshkentdan Andijongacha 3 soatda, Samarqandgacha esa 2,5 soatda avtomobilda yetib borish mumkin bo'ladi. Bu haqda kecha 26 mart kuni prezident huzurida o'tkazilgan taqdimot vaqtida aytib o'tildi. Gap shundaki, Toshkent-Andijon va Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha pullik muqobil avtomobil yo'llarini qurish rejalashtirilgan. Toshkent-Andijon avtomobil yo'lining uzunligi 314 kilometr bo'ladi va uning foydalanishga topshirilishi natijasida poytaxtdan Andijongacha hozirgidek 5-5,5 soat emas, balki 3 soatda yetib borish mumkin bo'ladi. Toshkentdan Samarqandgacha quriladigan pullik avtomobil yo'lining uzunligi esa 300 kilometr bo'ladi va uning qurilishi bitishi natijasida siz Samarqandga poytaxtdan 2,5 soatda yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu avtomobil yo'llarining foydalanishga topshirilishi hozirda mavjud bo'lgan yo'llardagi tirbandlikni ham sezilarli darajada kamaytiradi, avtohalokatlar soni ham anchagina kamayadi. Dunyoning juda ko'plab rivojlangan mamlakatlari, xususan o'zimizga yaqin bo'lgan Rossiya, Qozog'istonda ham pullik avtomobil yo'llari bor. Juda ham qulay bu. Ushbu yo'llarda deyarli chorrahalar, deyarli svetoforlar bo'lmaydi. Yo'llar juda ham sifatli bo'ladi. Katta tezlikda harakatlanib, o'z manzilingizga qisqa vaqtda yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoni Andijonga va Samarqandga, voha va vodiyga tez-tez qatnaydigan tanishingizga yuborib qo'ying.